Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hammalarni tabriklayman Ramazon oyi kirib kelgani bilan. Shu sababdan bugun men sizlarga Ramazon oyidagi bir kunlik hayotim ulashmoqchi bo'ldim. Ertalabda og'zimizni yopib oldik. Shunaqa qilib endi men oshxonani yig'ishtiryapman. Idishlarni yuvishim kerak. Shunaqa. Mana do'stlar, oshxonani yig'ishtirib uyga kirdim. Namozimni o'qib oldim. Necha kilo ekanman deb просто tak tushib ko'rdim. Mana shu 42 kilo ekanman. Keyin joyimni yig'ishtirib oldim. Men og'zimni yopib bo'lganimdan keyin yotib uxlab ololmayman. Shunga joyimni ham yig'ishtirib qo'ydim. Sochimni taradim. SPF'imni qo'yaman. Kremlarimni surkab olaman. Короче, shunaqa. Oldinlari og'zimizni yopib bo'lgandan keyin maza qilib uxlab olasdim, lekin hozir unaqa emas. Keyin bo'sh o'tirmay Qur'on kitobimni ham o'qib o'tirgim keldi. Mana shu Tahrim surasiga kelganman. Bir pasda dam oldim, lekin uxlaganim yo'q. Shundan ham keyin vaqt o'tkazish uchun Valeriy Nikita degan kitobimni ham o'qishni boshlab yubordim. Mana shunday qilib do'stlar maza qilib o'qib oldim. Endi vaqtim chiqibdi, raspисание qilib olaman. Maktab formalarimni kiyib, tezda maktabga yo'l olamiz. Qani bo'lmasa mana shu obraz. Endi hammaga xayr, pastga. Maktabga ketyapman. Uyga qaytyapman, maktabdan chiqdim. Keyin srazu uyga kirib uy kiyimlarimni kiyib oldim. Keyin nima qilishni bilmay kitobimni o'qib o'tiraverdim. Sizlarga gapirib video olmaganligim sababi bugun ko'pchilik uyda dam olyapti. Roza, shuning uchun ham hozir ham uxlashyaptimi, dam olyapti. Короче, keyin zalda bir so'z qilib qo'ydim. Uydagilar dam olib bo'lgandan keyin menga magazinga chiqib ket deydi. Ayam srazu magazinga chiqib ketyapman bu yerda Ismoil og'ani. Shunaqa somsa pishiramiz ekan, shunga go'sht uyda bor edi, shunga Ismoil olib chiqdim. Go'shtli Ismoilli somsa pishirdik. Keyin mana sizlarga somsaning ham pishayotganini videoga oldim. Mana shunaqa. Keyin uydagilarga qarash bo'lgandan keyin ukam bilan maza qilib tashqarida o'ynayapmiz, kacheli uchyapmiz va hokazo. Короче, shunaqada. Ukam uchirdim, o'zim uchdim. Maza qildik. Ajoyib o'tarkan roza bo'lsa odam. Kun oddiy, oson, yengil, hech qanaqa qiyin ish buyurilmaydi rozasan deb. Yoki-da tushunasizlarmi endi o'zinglar ham. Bizda shunaqa. Qanaqadir ishlar yo'q. Keyin men bu yerda yana magazinga chiqib ketyapman. Уже magazinga chiqib keldim ham. Nima oldim? Badrin pomidor oldim salatga. Keyin uyga kirib bilan suv to'ldirib qo'y dedi. Endi oson shu, bitta paqirga suv to'ldirib qo'yish. Keyin uni to'ldirib qo'ydim. Keyin o'zim ko'rdim, sal g'ashimga keladigan bo'lib turgan ekan, chang bo'lib. Videoda yaxshi ko'rinmaydi, lekin endi mening ko'zimga yaxshi ko'rinadi. Shipirib, keyin artib qo'ydim lesnitsasini ham. Keyin mana biz dasturxon soldik uydagilar bilan, o'zimiz albatta. Shuning uchun endi kutib o'tiribmiz. Og'iz ochishga 5-10 minut qoldi. Salovat aytib kutib o'tiramiz endi shunaqa qilib. Mana dasturxon ko'rsatdim. Keyin mana o'sha og'iz ochyapmiz. Og'zimizni ochdik, уже yig'ishtirish kerak. Переходчик qilamiz. Chunki ayam bilan yig'ishtirdim. Shunaqa do'stlar. Mana shuncha idishlarni yuvish kerak. Shunaqa. Ayam chiqib ketyapti. Oshxonadan menga qarashib, menga idish yuvish qoldi. Shunaqa tez-tez endi idishlarimni ham yuvib olaman. Bugungi kunim вообще oddiy o'tdi, bilaman. Oddiy degani bu yengil deganida. Endi shunaqa qilib bugungi kunim mazza bo'ldi. Hech qanaqa og'ir ishlar yo'q. Короче, sizlarga hammaga xayr. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga